Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-yanvar haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, oyoq kiyimlarning narxi bilan tanishamiz. Nech pul aka bular? 40 ming so'm pachkaga, 45 ming so'm donaga ekan. Bu necha yoshga tushadi? Bu yoshi o'sha 1 yoshdan 6 yoshgacha bu. 1 yoshdan 6 yoshgacha tushaverar ekan. O'shali razmeri bor ekan. Razmeri bor. Ham 1 yoshdan 6 yoshgacha tushaveradi. Bu nech pul bu? Bular 25 ming. Bular 25 ming so'mdan ekan. Mana irinachalarchi? Bular ham 25 ming. Bular 25 ming so'mdan ekan. Bularning nech pul? Bular 55 ming so'm, 50 donaga, 50 ming so'm pachkaga. 50 ming so'm pachkaga, 55 ming so'm donaga ekan. Razmeri nechidan nechigacha bo'ladi? Razmeri 40 dan 45 gacha. 40 dan 45 gacha razmer bo'lar ekan. Ularimizni Bu nech pul bu? 50 ming so'm pachkaga, 50 ming so'm pachkaga, donaga 50 ming so'm. donaga 55 ming so'm ekan. Bunisi-chi? Bu ham shu 55 ming so'm donaga, 50 ming so'm pachkaga ekan. Buni tapchkasi nech pul? Ashularimiz 35 mingdan shu. Shular 35 ming so'm ekan. Mana bular ham 35 ming so'm ekan mana. Bularchi bunolari? Bularimiz ham 40 mingdan mashular. 40 ming so'm pachkaga ham donaga ham. Donaga 45 ming. Donaga 45 ming so'm ekan, pachkaga 40 ming so'm ekan. Endi bularning narxini ayting, bu nech pul? 75 ming donaga, pachkaga 65 ming ekan. Pachkaga 65 ming so'm, 75 ming so'm donaga ekan. Bunisi-chi? Bular ham shunaqa ekan. Buni ham narxi bir xil ekan. Mana shu yerda. Bunisi-chi? Bunisi ham shunaqa. Bu ham shu narx ekan. 65 ming. 65 ming pachkaga, 75 ming so'm donaga ekan. Bu razmeri qanaqa bo'lardi? 36 dan 40 gacha. 36 dan 40 gacha ekan razmer. Buchi? Bularimiz 65 ming. 65 ming so'm. Mana buchi? Bular ham 65 ming. Donaga qoldi. 65 ming so'm donagami bu? 65 ming so'm donaga ekan, 65 ming so'm. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 856 856 80 02. 80 02. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Ertalab 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bo'ladi.